Radarlar ishlayapti, ekranlar yaltirab turibdi, operatorlar o'z joyida, tizimlar to'liq tayyor holatda, lekin eng dahshatlisi shundaki xavf allaqachon ichkariga kirib bo'lgan. Hech qanday signal, hech qanday ogohlantirishsiz, osmon jim, ammo shu sukunat ichida butun mudofaa tushunchasi sinovdan o'tyapti. Bu oddiy hujum emas, bu urushning yangi tili, yangi mantiqi, yangi qo'rquvi. Bir vaqtlar xavf uzoqdan kelardi. Avval radar ko'rardi, keyin signal berardi, so'ng qaror qabul qilinardi. Hozir esa bu zanjir uzilgan. Texnologiya shunday darajaga yetdiki, ko'rish bilan tushunish orasidagi vaqt yo'qolib bormoqda. Radar ishlayapti, lekin u ko'rish kerak bo'lgan narsa allaqachon ichkarida. Bu holat harbiy mutaxassislar uchun eng yomon ssenariy hisoblanadi. Tasavvur qiling, osmon toza, hech qanday tahdid yo'qdek tuyuladi. Tizimlar tinch, operatorlar oddiy rejimda ishlayapti. Bir zumda esa vaziyat o'zgaradi. Buyruqlar kechikadi, tizim javob bermaydi, qarshi tomon esa allaqachon ustunlikni qo'lga kiritgan bo'ladi. Bu tezlik bilan bog'liq emas, bu aniqlik, yashirinlik va aql bilan bog'liq. Zamonaviy tahdid endi portlash bilan boshlanmaydi. U jim keladi. U shovqin qilmaydi. U ko'rinmaydi. Lekin uning ta'siri bir zumda seziladi. Aloqa uziladi, boshqaruv ishdan chiqadi, qaror qabul qilish qobiliyati yo'qoladi. Eng xavflisi shundaki, bularning barchasi sodir bo'layotgan paytda radarlar hali ham ishlayapti. Bu yangi avlod texnologiyalari urush qoidalarini tubdan o'zgartirmoqda. Endi kim kuchliroq qurolga ega emas, balki kim yaxshiroq ko'ra oladi, kim tezroq tushunadi, kim oldindan o'ylaydi, o'sha ustunlikka ega bo'ladi. Bu esa ko'plab davlatlar uchun jiddiy savollarni yuzaga keltirmoqda. Agar radar ko'rsa ham foyda bermasa, unda himoya nimani anglatadi? Eng qo'rqinchlisi shundaki, bunday tahdidlar ko'pincha sinov sifatida boshlanadi. Avval kichik buzilish, keyin tizimdagi g'alati xatolik, so'ng to'liq nazorat yo'qolishi. Hammasi juda tez sodir bo'ladi. Operatorlar nima bo'lganini tushunishga ulgurmay turib, vaziyat allaqachon qarshi tomon foydasiga hal bo'ladi. Bu texnologiyalar nafaqat harbiy bazalarga, balki butun strategik fikrlashga zarba bermoqda. O'nlab yillar davomida qurilgan mudofaa konsepsiyalari bir zumda eskirib qolmoqda. Harbiy akademiyalarda o'rgatilgan nazariyalar real sharoitda ishlamay qolmoqda. Chunki dushman endi ko'rinadigan joydan kelmayapti. Osmon ostida hukmronlik tushunchasi ham o'zgarmoqda. Avvallari ustunlik ko'proq son, tezlik va kuch bilan belgilanardi. Bugun esa ustunlik ko'proq algoritm, hisob-kitob va yashirinlik bilan belgilanadi. Radarlar ishlaydi, lekin ular faqat ko'rishga mo'ljallangan. Yangi tahdid esa ko'rinmaslikka mo'ljallangan. Harbiy mutaxassislar bu holatni eng xavfli burilish nuqtasi deb atamoqda. Chunki bu faqat bitta qurol yoki bitta tizim emas. Bu butun urush falsafasining o'zgarishi. Qarshi tomon hujum qilayotganini bilmasdan turib, allaqachon yutqazish mumkin bo'lgan davr boshlanmoqda. Bu jarayonda eng katta muammo inson omili bo'lib qolmoqda. Texnologiya tez, juda tez. Inson esa hali ham qaror qabul qilish uchun vaqtga muhtoj. Ammo yangi tahdidlar aynan shu vaqtni yo'q qiladi. Bir soniya ichida vaziyat o'zgaradi, lekin bu bir soniya ichida inson anglab yetolmaydi.